Nima qilishdan boshlaymiz? Birinchi bo'lib import qilib olamiz. Import qilganimizdan keyin buni ochib olamiz, razmerini ko'rib olamiz. 3055 ga necha? 2210 deb yog'iga hop, modeling bo'limiga o'tamiz. Yozib olamiz. 2210 ga 3055. Teskarisi ekan. 2210. Ne bo'ldi? Accept bosib olamiz. Endi materialimizni bunga berib olamiz. Materialimizni rotate qilib olamiz. Necha buni to'g'rilab yuboramiz Rushnar. No, примерно shunaqa. Imagimizni olib chiqib olamiz. Edit qilib olamiz, pivotini centerga olib kelib olamiz. Buni o'n barobar katta qilib olamiz. Bu yoqdan topga o'tib unlit qilib olamizda. Qog'ozimizni scale qilsak ham bo'ladi. Endigi qiladigan ishimiz nima bo'ladi? Endi kamera tashlab olamiz sahnamizga. Plane'imizni olamizda, bundoq kamerani ichiga tashlab yuboramiz. Hop, kamerani ichiga tashlaymiz desak, tashlab bo'lmayapti. Buni move o'tkazib olamiz. Hop, mana kamera ochib tashlaymiz deb. Plane'imizni kamerani ichiga tashlab olamiz. Endi reset bosib yuboramiz. Hop, 90 gradus rotate qilib olamiz. Yoqdan picture viewport qilib olamizda. Bundan kameramizga kirib olamiz. Buni orqaga. Buni hop cinematicga o'tkazib qo'yamiz. Qayta kameraga kiramiz. Bu yoqdan mana bu yoqqa qo'ysak bo'ladi. E'tibor berayotgan bo'lsak, mana bu kameradan tashqariga chiqib ketyapti-yu. Buni qanaqa to'g'rilaymiz? Boyaga kelib olamiz. Yana teksturamizda razmeri bizga kerak bo'ladi. Hop, kalkulyatorga kirib olamiz. Yozamiz. 3055 bo'lamiz 2210.
olamiz 1.38. Hop, kameraga o'tib olamiz. Bu yoqda cropda 1.38 yozib olamiz. Endi buni bundoq orqaga suradigan bo'lsak, burovna keldi. Endigi qiladigan ishimiz nima bo'ladi? Endigi qiladigan ishimiz hop. Buni birinchi pozitsiyasiga ro'shnobga olamiz. Birinchi pozitsiyasi shu bo'lsa, hop, birinchi pozitsiyasi shu. Siz ham tushunmayotgan joyi bo'lsa, perspektiva qochib ketmasligi uchun bundoq qilamiz-da, mana buni 100 ta qo'yamiz. Endi buni yana ham ortga suramiz. Bu bilan buni. Shunda mana bu chiziqlarimiz aniq ko'rinadi. Sekvensiya ochib olamiz. Sekvensiya hop, tanlaymiz, plus bosib add qilamiz. Birinchi kulch qo'yib olamiz. Misol uchun 30 ta frame shu yerda tursin-da. Keyin 50 frame kelganda hop, rasmda qanaqa turibdi? Bunaqa. Mana 90 gradus. Shunaqa. To'g'ri turibdi. Mana bunga o'tib oldim. Hop, bu yoqda ham yana qanchadir vaqt turadi. Shunaqa. Bunga o'tdi, hozirroq turdi, bunga o'tdi. Endi qiladigan ishimiz mana bunga o'tganda, mana bu yarmi kesilishi kerak. Save olamiz. Hop. Blueprintga o'tib olamiz. Bu yoqda shaderimiz bor. Shaderni bunga berib olamiz. Bu yoqda blueprintimiz bor. Blueprintda detalimizni ichiga tashlab olamiz. Reset bosib olamiz. Reset bosib olamiz. Hop. Paka bu shu yerda turibdi. Buni rangini vaqtincha oq emasdi, qizil qilib qo'yaylik. Hop. Mana bu yoqqa kelganda mana shu yergacha kesilsin. Faqat bu yoqda ham kesilyapti-yu, buni nima qilamiz? Mana bu yoqqa kelganda kesilsin. Xo'p, buni ham tanlab olamiz, sekvensiyarimizga qo'shib olamiz. Plus bosib, transform qilamiz, kulch qo'yib olamiz. Xo'p, mana bu yoqqa kelganda hop, buncha uzoq emasda. Mana shu yoqqa kelganda bundoq ochib qo'yamiz. Shunda mana bu yoqqa kelganda normali, bundoq kelganda bu bundoq yurib kesadi. Xo'p, hozir kesishi bu yoqda ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Hop, play bosganimizda bundoq kelganda bundoq kesiladi. Hop, kesilishi mana bunaqa real time'da kesilishi faqat play bosganda ishlaydi. Bu renderda bez problem ishlayveradi. Faqat o'sha qayerda kesilishini ko'rsatib qo'yilsa bo'ldi.
qo'ysa bo'ladi. Shunda kesilib keladi. Endi svet qo'yib olsak bo'ladi. Git qilib olamiz. Lighting o'tamiz. Extend the light. Xo'p, bu yoqqa kamera kattashib olamiz. Kameramizni qo'shib olamiz. Shunaqa. Faqat mana bu svetimizni bu yog'iga bitta qilib olamiz. Bundoq qilib qo'yamiz. Qilib tepadan ham qilsak bo'ladi. Shunaqa. Svetlarimiz uchalasini tanlaymiz. Sample deb yozib, sample'ni 5 ga ko'tarib qo'yamiz. Xo'p, endi mana bu detalimizga keldik. Mana bunaqa artefaktlar bo'lib qoladigan bo'lsa, klik qilamiz, nanitni o'chirib qo'yamiz. Shunda bo'ldi. Bu to'g'ri bo'ldi. Endi rangi. Xo'p, play bosamiz, ko'ramiz. Buni rangini oq ko'ramiz, yoki qora. Xo'p, bu yoqda xo'p, emissive intensity yozib olamiz. Bana noktadan uç. Dur. Ko'p qo'ysak bo'ladi. Xo'p, buni paka qaytib turamiz. Shundoq qilib, onasini chiqarib olsak bo'ladi, eski wireframe'ini. Hop. Bu yoqdan katta kichkinalaydi. Bu yoqqa kelganda, bu yoqqa ozroq turgandan keyin bu yoqqa ketdi. Faqat o'sha bu yoqqa ketayotganda bundoq qilib qo'ysak bo'ldi. Bunaqa turdi. Mana buni cho'zib qo'yamiz. Bundoq bo'ldi. Bu yoqqa ketdi. Yoki ko'proq cho'zib qo'ysak ham bo'ladi. Cho'zib qo'ysak bu yoqqa ketdi. Shunaqa. Bu plane'da qanaqasiga o'tkazsak, shunaqasiga kesaveradi bu. Bunaqasiga rotate qilsak, bunaqasiga. Bunaqasiga rotate qilsak, bunaqasiga kesaveradi. Hop, bu yoq turdi. Bu yoq keldi. Turdi. Mana buni vaqtini cho'zib qo'ysak bo'ladi. Bundoq to'xtab turdi. Bundoq kesdi. Qaytdi. Hop. Boya ko'rsatganimdek, bu ranglarni mana bundan to'g'rilaversa bo'ladi. Oq qilib, mana bu
grid rangi xohlasangiz qizil, yashil, bu yoqda o'sha ingichkalari bunaqa 5 qilsangiz bo'ladi yoki 2 qo'ysangiz bo'ladi. Faqat render qilishdan oldin mana bu plane'ni olamiz и hidden game qilib visible qilib qo'yamiz. Visible qilmasak, bu plane renderda ham ko'rinadi-da, renderimizni buzib qo'yishi mumkin. No, buni qaytib qo'yganimiz bilan bu yoqda ishlayveradi mana. Render bosib yuboramiz. Benji cancel komandaga percentage kompyuter kuchiga qarab 150 yozib olsangiz bo'ladi. Render bosib yuboramiz. Keyin yana bitta narsa. Uni bu yoqda ko'rsatib qolay. Xo'p, unda kopiya qilib oldik. Endi qilmoqchisiz, bitta vaqt o'zida ikkitasini ishlatmoqchisiz, ya'ni mana bunaqani. Ikkalasini ikki tarafidan kesib, xo'p, blueprintga o'tib olamiz. Mana cut shaderimizni papka-mapkasi bilan kopiya qilamiz va paste qilamiz. Shader 2. Xo'p, buni hammasini kopiya qilib olamiz. Bu yerga paste qilib olamiz. Endi qiladigan ishimiz, mana buni alfani 2 deb yozib olamiz. Blueprintimizni ichiga kirib olamiz va bu yerdan xo'p, alfa 2 ni bu yoqqa ko'rsatib yuboramiz. Bunga va bunga. Xo'p, bunga ham o'tamiz. Bunga ko'rsatib yuboramiz va bunga ko'rsatib yuboramiz. Xo'p, endi qiladigan ishimiz nima bo'ladi? Mana bu materialimizga kirib olamiz va bunga mana buni ko'rsatib yuboramiz. Mana shuni ko'rsatib yuboramiz. Xo'p, endi bu materialimizni bunga berib olamiz. Buni oshxonaga tashlaymiz. Mana materialimizni ichiga kirib olamiz va bu yoqda o'tamizda mana bunda alfa 2 ni tanlab olamiz. Bundan ham alfa 2 ni tanlab olamiz. Apply qilamiz, save qilamiz. Endi nima qiladigan bo'lsak, mana bu o'sha bunga ta'sir qilmaydi. Xo'p, mana buni bundan kattaroq olamiz-da. Bu aytdim, mana bunaqasiga kessangiz yoki bunaqasiga kessangiz bo'ladi deb. Xo'p, bundoq olib bunaqasiga yoki mana bunaqasiga kessangiz ham bo'ladi, mana 45 gradus. Faqat mana bunaqa 90 gradusga nimanidir kesib bo'lmaydi. Mana shunaqalardan kesib bemalol ko'rsatsangiz bo'ladi. Buni materialiga kirib, o'sha ochib ko'rasiz-da, ishlatib ko'raverasiz. Hop. Bunaqasi lensi. Hop, bu bir turgani. Bu katta kichkinaligi, hop, mana bu kuchi. Mana bu eng oxiriga kelib kichkinalashib ketishi mumkin. Xohlasangiz mana yarq ko'rsasiz, xohlasangiz mana bunaqa. Bunday yursangiz mana. Bu yoqda o'sha taylinga. Katta kichkinaligi. Bu yoqda hammasini yozib qo'yaylik. Nima qoldi yana? Render bo'ldi, bu bo'ldi. Menimcha bo'ldi.